surat nimalarga ko'nmaydi inson yuragida yansa muhabbat baxtimizni so'zlaydi aman qara jinim biz tushgan surat Medet bana senin barlığın Mikrim bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Düşündürme hiç kimge gülüm Benim üçün yalgan dilim Bu takdirimin sınaklarıdır Tengü teyli bergin kulumni Medet bana senin varlığın Mikrim bilen küler bu ağlar Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Çin muhabbet akiden bilen Dimxonamga tashlasan qadam Dimxonamga tashlasan qadam Senin bu işler kılıp hemen var. Ama beni derabıya kapırıp suğa mı ekleyleysen emasma? Yo'q. Mucha jahonda ochliqni shu sendin gelmesin ben. Şu axotonga bo'zak olmay keldim. Bo'lmasa xil qil taqqa desatmechdi meni o'qidim. Nima deydi o jip üzülgenlikler? Ay aka, nima deydi? Ma balam bilan aytishmanglar, bo'lmasa qonunning javobgarligi qolsa deb qo'rqitdi meni. Texamdashda qilaversanglar, axloqning jazosini uchraysizlar deb tehdid qarama. Ay axloq to'g'riliq gaplar nim salaytı va o'qitindan. Shuncha aka. Anda qazonga mandaq chimish deb, boy direktorning g'azinasiga biz qo'lsanmaydimi? Yaraysa, fikam yaraysa. Ay senin ba'zan bir gaplaringda shunda anglsam mo'lla tap qaqmikin deb qolman. Ay mening ko'nglimni qondan bilib olgansa deyman. Kimken? Osman, biz bilan savdolar qilishni xohlaymiz dedi. Siz nima dedingiz? Buningga siz qarab bersiz da bosh direktor. Lekin u kayni-kayindan telefon qilib, faqat orom bermayotdi. Bo'ldi qiling afkam. Hammasi bu Osman, Salih degan tijoratchilarni ishonchsiz odamlar deydi ekan. Ular texi Ildarning oqidan, mening oqimdan birmuncha pishni yig'ib tarqitibdi. Men shuncha yaxshi niyatda Osmonga birmuncha nasihat qilsam, gapimni burmilab, yolg'onni qetib, kaynimdan yana gap tarqitibdi. Shirkatimiz bunday odamlardan ehtiyot qilishimiz yaxshi.
Tushundim direktor. Ana, bu tapda meni faqat izlab kelmayapsan sen. Xo'sh xabar bo'lamdi aka. Shum xabar degina. Undaysa? Shum xabar? Nima shum xabar? Aytan degan direktor xotin bor-ku. Ikkimiz bilan hamkorlashmayman debdi qara. Voy, mushu gapmi-da? Shum xabar desang, nima shum xabarkin deb ansirab ketibdim degina. Voy, hamkorlashmasa biz bu o'lab qolamiz-da. Voy, hamkorlashmasa uzunga chiqsan, qanchalik jugaginni ko'ramiz va. Nima bo'ldingiz? Qopoqlaringiz sanglab ketibdi-ku. Yana biror gap anglab qolgan o'xshamamsiz? Aytan opam nimishqa Osmon bilan ko'rish beradi deyman. Uning nasihati bilan nachar xo'yini tashlab yaxshi odam aylanib qolamda. Buning hammasi xam xiyol. Bu bir ahmoqonlik. Aytan opamni o'rinsiz ayblamang Ildar. O'mu yilqi gaplarni anglab, chidab turolmagandi. Osmonga nasihat qilsam, "Ma so'z cho'chaklar biza bo'lsa-mu bisqamkin" deb qolgandi aqachon. Osmon degan bas. Nasihat qilni bilamda. Aytan opamning yaxshi ko'nglini Osmon bilmasa ma'qul. Lekin siz uni tushunmasiz qanday bo'ldi? Haq Aytan opamni Osmonga yinilib yuribdi desa menga hakimamda. Uning yiling'ichi meni urib, tilsimi men buni ig'ir kelmaydi. Ildar, undaqmi emasdi? U hargizmi Osmonga yilinmaydi. Aytan opamning Osmon bilan ko'rishganligining o'zida bir cho'ng xatolik. U pas chiqib bagashga Osmon mushta gaplarni to'xtatgan edi. Uning bilan ko'rishmisimi? Osmon undaq gaplarni tepaverdi-ku. Aytan opam bilan paranjib bo'lgandan keyin texim olib ketdi uning pitni ig'volari. Uni tishlab tortishi bilan miyib bo'lib qolmaysiz-ku, ha? Biz gap qilmagan sira xo'rak texim o'sib ketdi mutaxamma. Endi hargiz yo'l qo'ymayman. Hargiz. Savr qachon to'shdi. Ildar, ish bilanmi tang bog'il bo'lamda? Yana kelib uning degan gaplarini kim ishindi deysiz? Qavab bir kuni o'zi to'xtab qoldi. Yo'q. Qavashdan to'xtamaydi u g'aljir ishdi. Saram bo'ldingizmi? Qalaymiqan gap qilmang. Ben saran bo'ldim. Necha vaqtdan beri meni besib kelganimlarmi yetar. Gap qilmagan sir meni bozaq qilsa bo'ldi ekan deb o'ylab qoldi. Endi meni hech kim to'smasin. To'xtang, nega borsiz? Qo'yib bering. İçiniz ağrıvatqan o'xshamamda koni qadinasingizga. Ildar. Nim deb jo'ylyapsiz? Ha? Jo'lyaptimi? Men saran. Şunu Osman'ın yıkındım buyan diyen gaplarını anlagan taqdirdimi? Biz şimdi içimge tıkıp bilmez ki sepşüdüm. Saran bo'lmasam müştaq qilamda. Achchig'im keldi deb nashtarangizni ko'rgan odamga sanjimam. U yana nima debdi? Bishini yeydigan zaharli cho'yon. Nima deganlarini deb bilmasam ko'nglimizga ayanda.
Osmonda ololmagan uchingizni menda olay deyapsiz. Nereden bilme? O nim deb gap taqatqanni. Ha? Bo'ldilar deginiz bo'lmasa demaylik qo'ying. Undaq bo'lsa qulqingizni dim tutib olinglar. Numus qilmay. Meni aldab oltu zinnatlarimni mendan oldi deydi. Bo'ldimi? Xo'sh xabarmikan? Xumoringizga qandingizmi? Hecham qutulamadim. Osman degan u ruhni paydin. Bizga nemishqa orom bermaydi. Nemishqa. Biz boshqalarga o'xshash. Xotirjam yashasak bo'lmamdi. Bo'ldi. Ko'zingizni yundusini endi eqitma. Meni yig'lab qo'rqitmaysiz. Sizni yolg'on gaplaringizni anglab bizar bo'lib ketdim. Amerikangizga har qancha ichingiz og'risimi, meni qutuldira olmaysiz. Nima bo'ldi desanglar? Nima? Nima dedingiz? Qachon ketdi? Ha, bildim. Men hozir boray. Kim telefon qildi? Nadira aka, berib keling. Voy aka, o'ltiring aka. O'ylab boqafkan. Bir o'qituvchining oilasida cho'ng bo'lgan ongliq bir odam. Yerim kechada jidal qilaman deb xalqning uyini istab yursa, nodon, aqlsiz odamlar nima qilmaydi? Ota-onamiz bizni shunday hamoqatlik qilsin deb tarbiyalaganmi? Osmon degan bir aldamchi tursa, sen shuni bilan tang bo'lsang bo'lamda? Bizga tepagan avarchiqlar ozdek. Ota-onamni qarlab, haqoratlab buning qanday chidig'li bo'ldi? Hey, Osmon burun Nadira ikkalani maqtab, uchirib, ko'kka ko'targanmi? Sen bundan unutib qoldingmi? Pitni ig'vo deganning umri qanchalik bo'lmoqchi edi? Osmon shuncha ko'p pitni ig'volarni taqatgan bo'lsa-mu, hozir Nadira ikkalani shunda yaxshi o'tib o'tmamizlar. Biz bundan hammamiz shunda xushal. Dadam bilan opammi sizlardan xotirjam ukam. Osmon shuncha ko'p pitni ig'vo, badnomlar chaplagan bo'lsa-mu, sizlar nima qila oldi? Hech ish qilolmadi.
bo'lsa qilaversin. Bishimni ichimga tiqib yuramdimi? Yaşta acizman. Eydi. Osmanlı nuhulusunu zat akıl bulmamda. Soraksız yürüyveremde. Demek muşlaşsan işel bulamda. Rast teyze. Tıl hakaret, ar numuz, vicdan azabı benim muşunda telvi aylandırıp koydu. Bu horluğa fakat ciddi almadım. Efkan, aklından azsam, telviga aylansam, ahirda ziyon tortadigan yana sen. Sen mayli uni zaxmlandir yoki o'zing zaxmlan. Ahirda gunohning hammasi sana otilib qoladi. Buni bilamsan. Mayli aka. Mushtapda jannimni to'ydim. Mening nima derdim borligini sen bilmaysan. To'y qilaman, uy tutaman deb yurgicha yiroq sakralarda eshak boqsam bo'pti. Bu nima deganing endi? Osmanlı'ya yaqindan bo'yon Nadira to'g'risida gapini olsam, sening bu uyga kirgan ekanman. Demak, senmi Osmanlı cho'moqchisiga aylanib bo'lsan-ku. Meni masxara qilma aka. Üzerinden dert yitip açtım. Maqarafkam. Sen hazır 2 botilka zahar qachilangan suvning 1 botilkasini chiqib etib, yana 1 botilkasini ichib olaman deyapsan. Bunda qilsang, Nadira ikkinlar ming bir mushaqqat qurgan bu baxtli oilasini o'z qo'ling bilan vayron qilgan bo'lmabsan. Sen-chi Nadira'nın diliga bosh asar. O bugün seni cho'ng bir balo qazodan saqlab qoldi. Voy Samatga, mush yaqinda sen urug'lab qolganda qilsiz. Bu yangimiz toza yaxshi kutmay qolibsiz-ne? Yangangning kutishida gap yo'q qara. Ha. Kunda shu bat polovlarni kutayotgandigidan. Men shu ochqamut tamki güzelmeydi o'rg'lab bitbormoqchiman. Voy Samatga, bu ochqamutga tamni siz kirgizmaysiz. Yangimiz kirgizdi deyman. Shunga yangangga har kuni 5 dan 10 yumor etib beryapti. Ha, ochqamutga tam kirgizib beramdiki deb aqishib o'tibsiz-da. Yangangning ko'nglida shu kulki chaqchaq bilan yumorlar bilan lelatim degan kunda. Aka, ko'ngil deganni muhabbat bilan olamiz. Ey, masalamiz bayan setkak qilmamoqmi? Sanlar muhabbatning gapini olsa qo'shib ketsa davermas Samatga. Samatkamning gapini tortib oldinglarmi shikinglar? Bu ishki so'g'a qarang. Men kelgan omadni to'liq tortilib ko'nib qolgan bu bulanchiq. Samatga, yangimizning ko'nglini muhabbat bilan olmay shunday saqchi kulgilar bilan elayotamsan. Yangangning ko'nglida shu muhabbatga g'iqqid qilyaptim degan. Ha, unda qo'ysa o ochqamutga tam kirgizma deb nimanda avara bo'lsiz. Muşu yengemle işimizi otursun muhabbetini tekrar tasqolab o'tsin deyman. Ağaç o'tiramiz. Evet, Samatga, tamoqni ağaç o'tirlar. O sanatda o'rnida ko'ngli tuzli bir odam. Uni hurmat qilmasang adabsizlik bo'ldi, jinim bolam. Sening ko'nglingni ranjitib qo'yamanmikin deb ansirabli yurgan o'zingni ko'rgansan. Onunla deb qo'y apa. Meni ranjitmayman desa, bu qisiqliqni tashlasan, qo'li ochiq bo'lsin. Bo'lmasa, meni ertma deb hargiz ham xiyol qilmas. Umi shu pulni behuda buzib chashmayli deydi bolam. Ba'zi shu sal oshiraydigan yerlar bor. O'zingni ko'rding, hozir xilli o'ngshilib qoldi-ku. Sen shunday yo'l qo'yib texim qattiq qolib ketdi shu odam. Odam demay, dada da jinim bolam. Seni aşında deb shurganingni boshqalar bilsa, bu aytillarning bolasi tozima bir qoida o'qimaydi ekan demamdi. Nimni istimamda? Men ham nimkora.
Voy tova, nimdar ta'tirlik qildigandu ma bola. Pulni behuda buzib chashmayli, iqtisodchilik bilan boshqarayli degan dada piqsiqdadi shundami? To'g'ri? Albatta shunda. Bu pulni o'z menga bergandek, unda hajlanlayay, bunda hajlanlayay deb buyruq bergan nima qo'rqib odamniki? Bu buyruq emas. Dada degan bir uyni iziga soladi. Uy degan ashunda boshqarmay bo'lmaydi. Dadang bilan ikkimiz ash pulni tijorat qilib tepib sang beramiz jinim bolam. Agar menga bergan pullaringning orasidan shu odamning haqqi bo'lsa, bo'ldi. Men o pullarni shu petlam qaytarib beray.